Pensionerlar, bugun men sizlarga juda muhim ogohlantirish bermoqchiman. O'qimagan, tushunmagan, nusxasini olmagan qog'ozga hech qachon imzo chekmang. Bu masala faqat 1-2 kishiga emas, pensiya olayotgan har bir insonga. Ularning farzandlariga, yaqinlariga ham tegishli. Chunki bitta imzo ba'zan pensiyani vaqtincha to'xtatib qo'yishi, ortiqcha qarz chiqarishi, kartadagi pulni boshqaning qo'liga berishi yoki sizni o'zingiz bilmagan majburiyatga bog'lab qo'yishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni albatta boshqa pensionerlarga ham yetkazing. Men bu mavzuni qo'rqitish uchun emas, tushuntirish uchun aytyapman. Bugun ko'p joylarda pensionerga mana shu oddiy ariza, bu faqat rasmiyatchilik. Tezroq imzo qo'ying, navbat kutyapti. Keyin tushuntirib beramiz deb qog'oz uzatishadi. Pensioner odam esa ko'pincha davlat idorasi, bank, pochta, mahalla yoki boshqa tashkilot xodimiga ishonadi. Ishonch yaxshi, lekin hujjat masalasida ishonchning o'zi yetmaydi. Hujjatni o'qish, mazmunini tushunish, nusxasini olish va nimaga imzo qo'yayotganini bilish kerak. Avval qanday edi? Ilgari ko'p ishlar og'zaki tushuntirish bilan, pochta orqali naqd pul olish bilan, mahalla yoki pensiya bo'limiga borib ma'lumot berish bilan hal bo'lardi. Pensioner odatda pensiyasini keladigan sanada olardi. Biror o'zgarish bo'lsa, uni joyida so'rab bilardi. Hujjatlar kamroq ko'rinardi. Elektron tizimlar ham hozirgidek keng emas edi. Hozir esa pensiyalar bank kartasiga tushadi. Ayrim to'lovlar avtomatik ushlab qolinadi. Kredit, muddatli to'lov, sug'urta, ishonchnoma, plastik karta, mobil ilova, elektron ariza kabi tushunchalar ko'paydi. Bu qulayliklar yaxshi, lekin xato imzo qo'yilsa, oqibati ham tezroq va kattaroq bo'lishi mumkin. Eng xavfli qog'ozlardan biri bu mazmuni tushuntirilmagan ariza. Masalan, sizga bu faqat ma'lumotni yangilash uchun deyishadi. Lekin qog'oz ichida men ma'lum to'lovdan voz kechaman. Men ortiqcha to'langan summani qaytarishga roziman. Men boshqa shaxsga pulimni olish vakolatini beraman. Men xizmat shartlariga roziman degan jumlalar bo'lishi mumkin. Mana shunday iboralar kichik ko'rinsa ham huquqiy oqibati katta. Men har doim aytaman, ariza degan oddiy qog'oz emas. Ariza sizning irodangizni bildiradi. Siz imzo qo'ysangiz, keyin men bilmagan edim deyish juda qiyin bo'ladi. Kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lish kerak? Birinchi navbatda yoshi katta, ko'zi yaxshi ko'rmaydigan, hujjatlarni o'qishga qiynaladigan, yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Ikkinchi navbatda bank kartasini farzandi, qo'shnisi yoki tanishi ishlatadigan pensionerlar. Uchinchi navbatda pensiyasidan kredit, aliment, kommunal qarz yoki boshqa ushlab qolishlar bor pensionerlar. To'rtinchi navbatda nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ustama yoki kompensatsiya olayotganlar. Chunki bu toifalarda noto'g'ri ariza yoki noto'g'ri ma'lumot to'lov miqdoriga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Misol keltiraman. Bir pensioner opa har oy 1,2 million so'm pensiya oladi. Bankda unga kartangizni yangilaymiz, shu yerga imzo qo'ying deyishadi. Opa o'qimasdan imzo qo'yadi. Keyin bilsa, unga qo'shimcha SMS xabarnoma, sug'urta va boshqa xizmatlar ulangan. Har oy 15 ming, 20 ming, 300 ming so'm uncha katta puldek ko'rinmaydi. Lekin bir yilda 306 ming so'mgacha chiqishi mumkin. Pensioner uchun bu dori-darmon, oziq-ovqat yoki kommunal to'lov puli. Shuning uchun bankda ham, pochta bo'limida ham, boshqa joyda ham bu xizmat pullikmi, bepulmi? Har oy pul yechilasizmi deb so'rash kerak. Yana bir vaziyat. Pensioner amaki pensiyasini o'zi ololmagani uchun jiyaniga ishonchnoma bermoqchi bo'ladi. Ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Bu qonuniy holat. Lekin ishonchnomaning hajmi muhim. Agar hujjatda faqat pensiyani olish deb yozilsa, bu bir narsa. Agar bank hisobini boshqarish, kartani olish, pul yechish, ariza yozish, shartnoma tuzish, boshqa vakolatlarni amalga oshirish deb keng yozilsa, bu boshqa narsa. Amaki faqat pensiyasini olib kelishini istaydi. Lekin imzo qo'ygan hujjat vakilga juda katta imkoniyat berib qo'yishi mumkin. Keyin pul qayerga ketganini aniqlash qiyinlashadi. Shuning uchun ishonchnomada vakolatlar aniq, muddat qisqa va maqsadi tushunarli bo'lishi kerak. Uchinchi misol, pensiya bo'yicha ortiqcha to'lov. Ba'zan tizimda xato bo'ladi. Ba'zan pensioner ma'lumotni vaqtida bermaydi. Ba'zan ish staji, ish haqi yoki ustama bo'yicha qayta hisob-kitob chiqadi. Shunda ayrim holatda pensionerga sizga ortiqcha to'langan, mana shu qog'ozga imzo qo'ying, keyin asta-sekin ushlab qolinadi deyishlari mumkin. Men bu yerda juda ehtiyot bo'lishni maslahat beraman.
Agar siz haqiqatan ham ortiqcha olgan bo'lsangiz, qonunda belgilangan tartibda qaytarish masalasi ko'riladi. Lekin siz avval hisob-kitobni ko'rishingiz kerak. Qaysi oyda qancha ortiqcha to'langan, nimaga ortiqcha deyilyapti, kimning xatosi bilan bo'lgan, qaror bormi, sizga yozma bildirishnoma berildimi? Shunchaki tan olaman deb imzo qo'yish keyinchalik qarzni o'zingiz bo'yningizga olganingiz sifatida talqin qilinishi mumkin. Ayrim pensionerlar men davlatga qarshi gapirmayman, imzo qo'yib beraveraman deyishadi. Bu noto'g'ri yondashuv. Hujjatni o'qish davlatga qarshi chiqish emas. Savol berish tartibsizlik emas. Nusxa so'rash qo'pollik emas. Siz butun umr mehnat qilgansiz. Pensiya sizning qonuniy huquqingiz. Shu huquq bo'yicha har bir qog'ozni tushunishga haqqingiz bor. Agar xodim shoshirsa ham, navbat ko'p bo'lsa ham men avval o'qib chiqaman deyishdan uyalmang. Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar siz hujjatni to'liq o'qigan bo'lsangiz, unda nima yozilganini tushungan bo'lsangiz, savollaringizga aniq javob olgan bo'lsangiz, hujjatda sizning pensiyangizni kamaytirish, voz kechish, qarzni tan olish, boshqa odamga cheksiz vakolat berish kabi bandlar bo'lmasa, imzo qo'yish odatiy ish bo'lishi mumkin. Masalan, pasport ma'lumotini yangilash, yashash manzilini tasdiqlash, karta topshirilganini qabul qilish, murojaat topshirilganini tasdiqlash kabi hujjatlar bo'ladi. Lekin baribir bitta qoida o'zgarmaydi. O'qing, tushuning, nusxa oling. Endi eng ko'p uchraydigan xavfli iboralarni aytaman. Agar qog'ozda voz kechaman degan so'z bo'lsa, darhol to'xtang. Nimadan voz kechyapsiz? Ustamadanmi, kompensatsiyadanmi, nafaqadanmi, xizmatdanmi? Agar roziman degan so'z bo'lsa, nimaga rozi bo'layotganingizni aniq bilib oling. Agar qarzni tan olaman degan jumla bo'lsa, kitobni talab qiling. Agar menga e'tiroz yo'q deb yozilgan bo'lsa, aslida e'tirozingiz bor yo'qligini o'ylang. Agar barcha vakolatlarni beraman deb yozilgan bo'lsa, vakolatlar juda keng berilayotgan bo'lishi mumkin. Agar shaxsiy ma'lumotlarimdan foydalanishga roziman bo'lsa, qaysi ma'lumot, qaysi maqsadda, qancha muddatga ishlatilishini so'rang. Yana bir nozik masala, bo'sh joylari bor qog'ozga imzo qo'ymang. Hujjatda sana, summa, ism, familiya, shartlar bo'sh qoldirilgan bo'lsa, keyin to'ldiramiz deyishsa ham imzo qo'ymang. Chunki keyin u yerga boshqa ma'lumot yozilib qolishi mumkin. Hujjat to'liq to'ldirilgan bo'lishi kerak. Agar biror satr sizga tegishli bo'lmasa, chiziq tortib qo'yilishi yoki yo'q deb yozilishi kerak. Imzodan oldin barcha sahifalarni ko'ring. Ba'zan birinchi sahifa oddiy ko'rinadi. Lekin ikkinchi sahifada asosiy shartlar yozilgan bo'ladi. Pensionerlar ko'pincha ko'zim yaxshi ko'rmaydi, o'qiy olmayman deyishadi. Bunday holatda siz hujjatni ovoz chiqarib o'qib berishni talab qilishingiz mumkin. Lekin faqat o'qib berish yetarli emas. Yoningizda ishonchli odam bo'lsa, u ham o'qib chiqsin. Ishonchli odam deganda pulingizga, kartangizga, uyingizga manfaatdor bo'lmagan, sizga haqiqatni aytadigan odamni nazarda tutyapman. Farzand, nevarangiz, qo'shni yoki mahalla faoli bo'lishi mumkin. Lekin tezroq bo'lsin deb hujjatni begona odamga berib, uning aytganiga ishonib imzo qo'yish ham to'g'ri emas. Banka kartasi bilan bog'liq hujjatlar alohida e'tibor talab qiladi. Karta olishda kartani almashtirish, pin kod, mobil ilova, SMS xizmati, kredit limiti, overdraft, omonat, sug'urta bo'yicha qog'ozlar bo'lishi mumkin. Pensioner odam men faqat pensiya kartasini olyapman deb o'ylaydi. Lekin hujjat ichida boshqa xizmatlar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun menga kredit kerak emas, menga pullik xizmat kerak emas. Men faqat pensiya tushadigan kartani olaman deb aniq ayting. Agar xodim bu majburiy desa, majburiyligi qaysi hujjatda yozilgan menga ko'rsating deb so'rang. Kredit va muddatli to'lov masalasida ham ehtiyot bo'ling. Ayrim pensionerlar farzandi yoki tanishi uchun telefon, maishiy texnika, mebelni muddatli to'lovga olib beradi. Faqat nomingiz kerak, pulni o'zimiz to'laymiz deyishadi. Lekin shartnomada qarzdor kim? Imzo qo'ygan pensioner. To'lov qilinmasa, kimning pensiyasidan ushlab qolish xavfi tug'iladi? Pensionerning. Misol uchun 6 million so'mlik telefon 12 oyga olinadi. Har oy 6 ming so'm to'lov chiqadi. Pensionerning pensiyasi 20 million 400 ming so'm bo'lsa, bu uning deyarli yarmi. Farzand yoki tanish 2 oy to'laydi, keyin to'xtaydi. Do'kon, bank yoki tashkilot esa imzo qo'ygan odamdan talab qiladi. Shuning uchun men faqat yordam bermoqchi edim degan gap hujjatda ishlamaydi. Uy-joy, meros, hadya va oldi-sotdi hujjatlarida esa yanada ehtiyot bo'lish kerak. Pensionerga uyingizni vaqtincha mening nomimga o'tkazib turamiz.
Bu faqat rasmiyatchilik. Keyin qaytarib beramiz deyishlari mumkin. Hadya shartnomasi. Oldi sotdi shartnomasi ishonchnoma yoki garov hujjati oddiy qog'oz emas. Bunday hujjatga imzo qo'yishdan oldin mustaqil yurist yoki notariusdan alohida tushuntirish oling. Ayniqsa uysiz yashab turgan yagona joy bo'lsa, hech qachon shoshilmang. Bir kun kechikish zarar emas, lekin bitta imzo butun uy masalasini o'zgartirib yuborishi mumkin. Endi istisnolar haqida gaplashamiz. Hamma imzo yomon emas. Davlat organlari va banklarda qonuniy hujjatlar bo'ladi. Masalan, pensiyani qayta hisoblash uchun ariza, ish stajini tasdiqlovchi hujjat topshirish, nogironlik guruhi bo'yicha ma'lumotni yangilash, manzil o'zgarganini bildirish. Pasport yangilanganda ma'lumot kiritish kerak bo'lishi mumkin. Agar siz umuman imzo qo'ymasangiz, ayrim xizmatlar bajarilmay qoladi. Shuning uchun mening gapim hech qachon imzo qo'ymang degani emas. Mening gapim tushunmagan qog'ozga imzo qo'ymang degani. Yana bir nuanja, ba'zi qog'ozlar aslida sizning foydangizga bo'lishi mumkin. Masalan, ish staji qo'shilishi uchun ariza, pensiyani qayta hisoblashga murojaat. Ortiqcha ushlab qo'lingan summani qaytarish talabi, yangi ustama olish uchun ariza. Lekin bu yerda ham ariza matni to'g'ri bo'lishi kerak. Pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman, boshqasini. Oldingi hisob-kitobga e'tirozim yo'q boshqa. Birinchi jumla huquqingizni talab qiladi. Ikkinchisi esa e'tiroz bildirish imkoniyatingizni cheklashi mumkin. Shuning uchun matnni mayda ko'ringan so'zlarigacha o'qish kerak. Agar sizdan pensiya bo'yicha qarzdorlikni tan olish so'ralsa, quyidagilarni talab qiling. Yozma qaror, hisob-kitob jadvali, qaysi davr uchun qarz chiqarilgani, ortiqcha to'lov sababi, ushlab qolish miqdori, shikoyat qilish tartibi. Agar sizga bular shart emas deyishsa, siz men yozma asosni ko'rmasdan qarzni tan olmayman deb ayting. Bu janjal emas. Bu huquqiy ehtiyotkorlik. Qarzni tan olishdan oldin pensioner nimani tan olayotganini bilish shart. Agar hujjatni sizga uyga olib kelishsa, masalan, biror xizmat vakili, savdo agenti, sug'urta xodimi yoki tanish odam kelsa, yanada hushyor bo'ling. Uyda odam ruhan yumshoqroq bo'ladi. Mehmonni ranjitmay deb imzo qo'yishi mumkin. Bugun imzo qo'ysangiz chegirma bo'ladi. Hozir qaror qiling. Faqat sizga taklif degan bosimlar ko'pincha shoshiltirish usuli. Qonuniy, halol, foydali taklif odatda sizga o'qish va o'ylash uchun vaqt beradi. Vaqt bermayotgan hujjatga shubha bilan qarang. Amaliy jihatdan nima qilish kerak? Birinchi qadam. Imzo qo'yishdan oldin hujjat nomini o'qing. U arizami, shartnomami, rozilikmi, dalolatnomami, ishonchnomami, qarzni tan olish hujjatimi? Hujjat turi nimani anglatishini so'rang. Ikkinchi qadam. Hujjat kimga tegishli? Kim tayyorlagan? Tashkilot nomi, sana va raqam bormi? Buni tekshiring. Uchinchisi, sizga tegishli bandlarni toping. Pensiya miqdori, pul ushlash, xizmat haqi, vakolat, qarz, voz kechish, rozilik, muddat va javobgarlik degan joylarni alohida o'qing. 4-qadam, tushunmagan joyingizni oddiy tilda tushuntirib berishni so'rang. Bu band nimani anglatadi? Bu menga qancha pulga tushadi? Bu imzodan keyin pensiyam kamayadimi? Bu hujjatni bekor qila olamanmi? Nusxasini olsam bo'ladimi deb so'rang. 5-qadam. Hujjat nusxasini oling. Agar qog'ozda sizning imzoingiz bo'lsa, sizda nusxasi bo'lishi kerak. Nusxa berishmasa, hech bo'lmasa telefoningizda suratga oling. Suratga olishga ham ruxsat bermasa, nega ruxsat bermayotganini so'rang. O'z imzoingiz qo'yilgan hujjatni bilishga haqqingiz bor. 6-qadam, shoshilmang. Men uyda o'qib chiqib, ertaga kelaman deyish mumkin. Agar hujjat haqiqatan ham oddiy bo'lsa, bunga qarshilik bo'lmasligi kerak. 7-qadam. Katta summalar, qarz, uy-joy, ishonchnoma, kredit, meros, garov bo'yicha hujjat bo'lsa, mustaqil maslahat oling. Bu maslahatni hujjatni tayyorlagan odamdan emas, boshqa mutaxassisdan oling. Chunki hujjatni tuzgan taraf o'z manfaatini ko'proq himoya qilish tabiiy. Agar allaqachon imzo qo'yib yuborgan bo'lsangiz, vahimaga tushmang, lekin vaqtni ham cho'zmang. Avvalo hujjat nusxasini toping. Nusxa bo'lmasa, hujjat qaysi joyda tuzilgan bo'lsa, o'sha tashkilotga yozma ravishda nusxa berishni so'rab murojaat qiling. Keyin hujjat bo'yicha qanday oqibat bo'lganini aniqlang. Pensiya kamayganmi? Pul ushlab qolinyaptimi? Kartadan yechimlar bormi? Qarz chiqdimi? Boshqa odam pul olganmi? Bankdan hisob varaq ko'chirmasini oling. Pensiya bo'limidan to'lovlar bo'yicha ma'lumot so'rang. Kerak bo'lsa mahalla yoki yurist yordamida yozma shikoyat tayyorlang. Yozma murojaatda hissiyot emas, faktlar bo'lishi kerak.
Masalan, men falon sanada falon tashkilotda hujjatga imzo qo'yganman. Hujjat mazmuni menga to'liq tushuntirilmagan. Hujjat nusxasini berishingizni, ushbu hujjat asosida qanday harakatlar amalga oshirilgani yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Agar pul ushlangan bo'lsa, qaysi asosga ko'ra, qaysi davr uchun va qancha miqdorda ushlab qolinganini hisob-kitob bilan taqdim etishingizni so'rayman deb yozing. Og'zaki gaplashish yetarli bo'lmaydi. Yozma javob keyingi himoya uchun kerak. Qaysi hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'yish foydali? Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, bank kartasi bo'yicha hisobvaraq rekvizitlari. Oxirgi oylar pensiya tushumi ko'chirmasi, ish staji hujjatlari, nogironlik yoki boshqa imtiyoz hujjatlari, ilgari topshirgan arizalaringiz nusxasi. Har bir muhim hujjatni alohida papkada saqlang. Farzandlaringiz ham qaysi hujjat qayerda turganini bilsin, lekin karta pin kodi va parollarni hammaga bermang. Karta pin kodi, SMS kod, mobil ilova paroli hech qachon hujjatga yozilmaydi va hech kimga aytilmaydi. Bank xodim ham pin kodni so'ramasligi kerak. Agar kimdir pensiyangizni tekshirib beraman, SMS kodni ayting desa, bu juda xavfli. Bitta SMS kod orqali hisobingizdan pul o'tib ketishi, kredit rasmiylashtirilishi yoki ilova boshqa telefonga ulanib qolishi mumkin. Pensionerlarning eng katta xatolaridan biri shuki, ular bu odam o'zimizniki deb kodni aytadi. Pul ketgandan keyin esa isbotlash qiyin bo'ladi. Yana bir muhim maslahat, imzoingizni oddiy varaqning pastiga qo'ymang. Ba'zan namuna uchun imzo qo'ying, keyin matn yozamiz deyishadi. Bo'sh varaqdagi imzo eng xavfli holatlardan biri. Imzo faqat to'liq matn ostiga sana qo'yilganidan keyin va hujjat mazmuni tushunarli bo'lganda qo'yiladi. Agar bir necha sahifali hujjat bo'lsa, har bir sahifa raqamlanganmi? Sahifalar almashtirib bo'lmasligiga e'tibor bering. Muhim shartnomalarda har bir sahifaga imzo yoki belgi qo'yish tartibi ham bo'lishi mumkin. Men pensionerlarga bitta oddiy jumlani yodlab olishni maslahat beraman. Men bu hujjatni o'qib chiqmasdan imzo qo'ymayman, iltimos. Menga nusxasini bering yoki mazmunini yozma tushuntiring. Shu jumla ko'p muammoning oldini oladi. Yana bir jumla, bu hujjat pensiya miqdoriga, pul ushlanishiga yoki boshqa odamning vakolatiga ta'sir qiladimi? Agar javob aniq bo'lmasa, imzo qo'ymang. Agar xodim jahli chiqsa, bu sizning aybingiz emas. Siz o'z huquqingizni himoya qilyapsiz. Farzandlar va yaqinlarga ham murojaat qilaman, ota-onangizni yolg'iz qoldirmang. Ularning pensiya kartasi, hujjatlari, qarzlari, shartnomalari bo'yicha vaqti bilan tekshirib turing. Lekin yordam degani ularning o'rniga hamma narsani yashirin boshqarish degani emas. Pensionerning roziligi, tushunishi va hurmati birinchi o'rinda turishi kerak. Agar ota-onangizga kimdir hujjat olib kelgan bo'lsa, imzo qo'ymay turing, birga o'qiymiz deb ayting. Bu oddiy ehtiyotkorlik katta yo'qotishlarning oldini oladi. Xulosa shuki, bugungi kunda pensioner uchun eng xavfli qog'oz bu katta sarlavhali hujjat emas, balki oddiy ariza, mayda rozilik, rasmiyatchilik deb beriladigan, lekin ichida pul, qarz, vakolat yoki o'z kechish bor qog'ozdir. Men sizdan faqat bitta narsani so'rayman. Imzo qo'yishdan oldin to'xtang, o'qing, so'rang, nusxa oling, kerak bo'lsa maslahat qiling. Pensiya sizning mehnatingiz evaziga berilayotgan qonuniy mablag'. Uni bitta shoshma-shosharlik bilan xavfga qo'ymang. Agar siz yoki tanishingiz shunday vaziyatga duch kelgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qayerda, qanday qog'ozga imzo so'rashdi, nima deb tushuntirishdi. Boshqa pensionerlar ham sizning tajribangizdan xulosa qiladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, pensiya olayotgan tanishlaringizga yuboring. Bitta ogohlantirish, kimningdir pensiyasini, kartasidagi pulni yoki uyini asrab qolishi mumkin.